Men Ashirov Sherzod, Amudaryo tumani Maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli Qirg'izistonli maktabda matematika fanidan dars berib kelaman. Joriy yilda yanvar-iyun oyida o'tkazilgan pedagoglarni attestatsiyadan o'tkazish bosqichida navbatdan tashqari ishtirok etib, 90 ballni qo'lga kiritdim. Bunda savollarning qiyinlik darajasi, pedagogik mahorat va kasb mahoratidan tuzilgan savollar ancha davlat ta'lim standartiga javob beradi va albatta o'z ustida ishlagan mahoratli ustozlar bu imtihondan umuman qiynalmasdan o'ta oladi. 2025-2026 o'quv yilidan 70% ustamaga ham ega bo'ldik. Bu o'tkazilayotgan attestatsiyalarda o'z ustida muntazam ravishda ishlagan o'qituvchilar zamon bilan teng yangiliklar bilan xabardor bo'lib borsa, albatta savollarda hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Attestatsiyada juda shaffof tarzda o'tkazildi. Face ID orqali kirish, savollar ketma-ketligi, masalan, o'tkazib ishlash imkoniyati, keyingi savolga masalan vaqt oladigan savol uchrab qolsa, keyingi savolga o'tkazib, biladigan savollarni oldin ishlab olib, keyinchalik qiyin savollarni ham ishlasa bo'ladigan imkoniyatlar bor. Shu fursatdan foydalanib, keyingi attestatsiyada topshiruvchilarga ham omad tilab qolaman.